Assalomu qadrli o'quvchilar, bugun sizlar bilan ushbu darsimizda augmented reality, virtual reality va mixed realityni qisqacha o'rganib o'tamiz. Hop, birinchisi augmented reality. Hop, augmented reality qisqacha qilib AR deb ataladi. Ya'ni augmented reality bu xuddi rasmda ko'rib turganingizdek, real hayotda, real environmentda virtual obyektlarni tasvirlashga aytiladi. Hozir misol uchun ekranda ko'rib turganingiz foydalanuvchi AR ilovada, augmented reality ilovasida xonani tasvirga olyapti va ushbu divan aslida mavjud emas. Ya'ni bu virtual object. Xonani o'zi bo'lsa real environment. Ya'ni ushbu integratsiyani ko'rsatyapti. Ya'ni real environmentga virtual object olib kirilgan. AR texnologiyalar mana shunday holatlarda juda ham keng qo'llaniladi. Bundan maqsad o'sha misol uchun foydalanuvchi mana shu kresloni sotib olmoqchi bo'lsa, xonasiga qanaqa razmerdagi, qayerda joylashuv eng yaxshi variant va qanaqa rangdagi divanni sotib olish eng yaxshi bo'lishini tasavvur qilib, ko'z oldiga keltirib ko'rishi mumkin bo'ladi. Demak, AR texnologiyalar, augmented reality texnologiyalar virtual obyektlarni real hayotda tasvirlashga aytilar ekan. Hop, endi augmented reality bilan birga keladigan yana ikkita termin bor. Bu virtual reality hamda mixed reality. Virtual reality yoki qisqartirib VR deyishimiz mumkin. Endi bu AR ni teskarisi. Ya'ni AR haqiqiy hayotda virtual obyektlarni tasvirlash bo'lsa, endi buni teskarisi. Endi bu virtual environmentda, ya'ni virtual hayotda real obyektni olib kirish. Tushunilgan? Demak, o'zimizda virtual environmentda his qilamiz. Ya'ni AR dan ko'ra aslida VR texnologiyalar juda ham ko'p tarqalgan, keng qo'llaniladi. Misol uchun o'yinlar o'ynashda yoki Meta kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan ochkilar hozir ancha keng qo'llaniladi. Ya'ni biz VR, ya'ni virtual reality ni his qilishimiz uchun bizga mana shunaqa rasmda ko'rsatilgandek VR headset, ya'ni virtual reality ko'zoynaklari kerak bo'ladi. Hop, endi keyingi termin bu mixed reality. Mixed reality bu ikkita hozir yuqorida ko'rib o'tgan realitylarimizni birlashmasi, ya'ni bir vaqtda amalga oshiriladi. Ham sizda VR ochkilar yordamida o'zingizda virtual hayotda, ya'ni raqamli hayotda his qilsangiz, shu bilan birgalikda real environmentda ham qanaqadir obyektlarni ko'rib turish imkoniyati paydo bo'ladi. Bu mixed reality mana shunaqa ikkita texnologiyaning jamlanmasi hisoblanar ekan. Ya'ni ko'rishimiz mumkin. In mixed reality, a user can interact simultaneously with physical and virtual items. Ya'ni ham bir jihatdan fizik, ya'ni mavjud, rostdan mavjud bo'lgan itemlar, ya'ni elementlar bilan va virtual, haqiqiy bo'lmagan itemlar bilan, elementlar bilan bir vaqtda interact qilish mumkin. Demak, mixed reality ni ko'rinishi taxminan quyidagicha bo'ladi. Demak, ushbu holatda injener ko'zoynaklar yordamida, VR ko'zoynaklar yordamida virtual realityda nimalarnidir ko'rib turibdi va augmented reality texnologiyasi orqali quyidagi pastda ko'rsatilgan dvigatel haqidagi ma'lumotlar AR texnologiya yordamida ko'rsatib berilyapti. Demak, qisqacha ko'rib o'tadigan bo'lsak, demak, augmented reality bu real hayotda obyektlarni tasvirlash. Hop, VR shuni teskarisi, ya'ni fizik haqiqatdan mavjud bo'lgan obyektlarni virtual hayotda tasvirlash. Mixed reality mana shu ikkita texnologiyani jamlanmasi ekan. Demak, bugungi darsimizda o'rganmoqchi bo'lganimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.